Niko Gonzalez Xulianga qoldirdi. Xulian nima o'ylab topadi va gol! Nimalar qilyapsan Xulian? Ekstra taymlarda Argentinani oldinga olib chiqyapti va katta ehtimol bilan yarim finalga juda muhim qadamni tashlayapti. Alvarez o'zining repertuarida urib qo'yapti-yu, dahshat. Biz uni La Ligada juda ko'p ko'rganmiz, mana shunaqa uslubdagi gollarni va Shvetsariyaga ham olib qo'ygan ekan. Kobel kutmadi Kobel. Argentina comebacklar jamoasiga aylanib ketyapti. Har qanaqa vaziyatdan chiqib keta olyapti va bugun ham comeback ko'ryapmiz.